Voy. 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 Maza uxlab turdim. Maza. Mayli, borib ozgina yuzimni yuvib kelsam, keyin hal qilamiz boshqa ishlarni. Bu joyda quduq ham bor-ku. Yaramas qishloqlar hamma quduqlarni yo'q qilib tashlagan. Mayli. Men shekillarni suvda ham yuvib olaman. Qishloqda qayda borish kerak? Boshqa qishloqlarni topish kerak bor-ku, mana shu qishloqqa. Kvartiraga qo'yish kerakmi? Mayli. Borib bunda ekinlarimni ham anaqa qolay, sabzi bilan urug'i olib borib ekib tashlayman. Bo'lmasa hozir pishib ketgan, anchadan bir olmayman ularni. Muzda suv yuvganim uchun ham tomog'im yomon og'riyapti, lekin kecha juda ham muzda suv ichvordim, juda ham ko'p ichvordim. Mayli, qachondir to'g'rilab yuboraman. Bularni ham olamiz. Hammasini yig'ishtirib olamiz bularni. Hammasi bizga kerak. Bu yaramas qishloqlar hammasiga bittasiga sabzi, bittasiga urug' ekkandim, ya'ni bug'doy ekkandim. Bular hammasiga sabzi qilib tashladi. Shuncha bug'doyni o'g'irlab ketgan, yaramasdi. Mayli. Nima ham qilamiz? Chidaymiz, nima ham qilardik? Bu ekinlarni hammasini ekib tashlaymiz. Agar yana o'g'irlashsa, bu safar urib dabdarasini chiqaraman. Bular bir shunaqa asabimni buzyapti. Ertalabdan asabimni buzmaydi. Mayli, ozgina dam olay. Balkim sal charchab. Uxlab ham turdim. Qani bir borib ko'ray. Kimga bot? Qishloqlar kimga bu? Karla bittasi ham eshitmaydi. Borib eshigimni tegib qo'yib ketgan ustimdan kulish uchun. Mayli, ekinlar ham o'smabdi hali. Men qishloqdan so'raychi. Balkim yordam tegar. Qishloqqa ekinlarni yordamlashib yuboraymi? Yo'q, kerak emas. O'zim qilaman. Mayli, baqirma. Kimdir seni baqir dedimi? Sani farosatingga, mehmonga odab ham bo'lmaydi biladi. Tosh otib bitta otsam bor, basharasiga qarab. Tosh uyda bor, hammani sipirib tashlashgan. Mayli. Sen ota burnimga teganda chiqib ertalabda qo'rqitding bor, kelib turib bir ursam bor seni ham. Mayli, kiraychi ozgina o'ylayman. Qishloqlarni nima qilsam ekan? 9 donagina go'shtim bor. Bular ham bir go'sht berish bilmaydi, bir ana galam bir qizg'anchiq. Mayli. Qiz bolaga o'xshaydi bor hammasi. Bir meni ish haqqimni bermaydi. 9 dona go'sht bilan yurma atiga. Mayli. Qishloqqa sizlarni boshlig'inglarni anaqasi qayerda? Ana galam ekansiz, boraylikchi. Balkim o'xshab qolar. Galam, to'xtasanchi, qayerga qochyapsan? Nima deysan? Baqirma menga qarab. Baqir o'kanim ertalikka batatarbiya qo'yibman. Hop. Meni ish haqqimni qachon berasan? Men necha yildan beri ishlayapman, ish haqqimni bermaysan hamshi. Sani nima ishing bor? Xullas borursan, bir asab buzar galamsan bilasanmi? Surmotda. Yana degan qishloqdan haydab yuboraman. Yo'q, bo'l. Gapimni qaytarib oldim. Bo'l. Obunachilar, men yomon asab buzyapti-yu bolalar. Mayli. Uyimga boraylik bor-ku. Bularni o'ylayman qanaqa bir asab buzyapti-da, yomon obunachilar. Aytgancha, salomlashishdan chiqibdi. Hello obunachilar, sizlar bilan Venus. Bugungi zoda ertalabdan mana qishloqlar asabi buzdi. Asab buzar qishloqlarda o'zi ham bor-ku. Kanalga obuna bo'lib qo'yaveringlar. Bizim bunda videoga qaytdi. Aytgancha, kanalimizda juda ham kam odamlar obuna bo'lsa ko'rgan ekan. Mayli, bo'pti nima? Ozgina o'ylab yotaychi, qishloqlarga qanaqa adabini bersam bo'ladi yoki bo'lmaydi. Baribir adabini borib pachag'ini chiqaraman. Hozir biron bir qishloqni topib borib, yuboyni pachag'ini chiqaraman. Yo'qmayapti bittasini ham. Yuzi ham hech qaysi bir yo'qmayapti. Xo'p. O'zimniki olaman. Qishloqqa, bu yoqqa.
Bu yoqqa kelyapman. Nima deysan? Senlar boru. Men sanga ukam. Men bu yoqqa kelyapman, bu yoqqa. Men o'sha Tete Venus, jiynimiz mani o'ldirib qo'ydi deydi. Osarni kalab otam yetib beraman, kitobdalarni chiqaradi. bemalol aytaver. Chiburashka. Basharasini qo'yma o'sha galamini. Basharasi yo'q. Ketdim azintim olay. Yomon asab buzdi boru bular. Doktorlar yo'qib kelmayapti. Sal quyosh botishini kuzatamiz, mayli. Va nihoyat kechqurun ham tushdi. Endi uxlasam bo'ladi. Mana ketmanimiz olib qo'yib bo'ldi. Sen uxlayman endi men. Galim, to'xta. To'xta, to'xta. To'xta bo'lma. Ekanlingiz ana. Yo'qolibdi. To'xta. Qishlog'imni meni to'xta. Bir kundan so'ng. Voy, boshim yomoryapti. Voy. Men nima bo'ptimi? Men bu yerdan o'qimi? Galim. Ha, qo'lga tushdingmi, Venus? Galim, bu yerdan o'qisizlar. O'zi kim gapirdi, sanmi? Meni bu yoqqa tiqib qo'ydinglar. Hozir borib qishloqqa sen aytib berdingmi Galimga baribir? Bu to'barani cho'tta yotasan. Seni bilmagandim lekin, endi yo'q bo'lasan. Sen bunday odammassan deb o'ylagandim, Venus. Hali shunaqa emas, senga ko'rsataman hali. Obunachilar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'yinglar, bo'lmasa Galim bilan qishlog'i meni qutqarishmaydi. Bu qafasdan qanaqa chiqadi bilmayman ham. Hamma yog'i tikan bo'lib yotibdi. Buni ikkinchi qismi chiqishi uchun iltimos meni qutqaringlar, iltimos. Ikkinchi qismi o'shanda chiqadi. Qutqaringlar.